Nabiy alayhissalatu vassalam ko'pincha dushanba kuni ro'za tutardilar. Bir safar u kishidan nima uchun dushanba kuni ro'za tutasiz deb so'raldi. U zot sallallohu alayhi vasallam bu men tug'ilgan kundir dedilar. Bundan ko'rinadiki, payg'ambarimiz alayhissalom o'zlarining tug'ilgan kunlarini nishonlardilar. Biz hozirda o'qib o'tgan hadis bunga dalil bo'ladi. Agar Rasululloh tug'ilgan kuni kelsa, ya'ni har yili ushbu kunga yetib kelsak, bizlarni u kishining tug'ilishlari xotirasini nishonlashimiz Rasululloh qilgan va u kishi aytgan narsada u zotga ergashish emasmi? Va yana bu Alloh azza va jallaning kitobiga bo'ysunish emasmi? Negaki biz u zotga ergashishimizni e'lon qilyapmiz. U zot bilan tuzgan bitimimizni yangilab olyapmiz. U zotga bo'lgan muhabbatimizni ko'paytiradigan sabablarni, ya'ni u kishini maqtash va sifatlarini eslash kabi narsalarni yuzaga chiqaryapmiz. Biz bu bilan u zotning siyratlari va hayot tarzlarini o'z hayotimizga tatbiq qilishga tayyorlanyapmiz. Biz u zotni avval ko'rmagan bo'lsak-da, ongimiz u zotning shakl va shamoyillari va sifatlarini anglab yetmoqda. Mavlid xotirasini nishonlash ana shunday bo'ladi. Shunday emasmi? Demak, qoidaga ko'ra diniy xotira Alloh taoloning kitobi hamda Rasulullohning so'z va amali bilan talab qilinayotgan ishlardir. Umuman u kishining xotiralarini nishonlash ana shunday talab qilinayotgan ishdir. Ana shu xotiralarning eng mashhur va ulug'i Sayyidimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilishlari xotirasini nishonlashdir. Biz Alloh azza va jallaning albatta Safo va Marva Allohning dinining belgilaridandir degan so'zini tafsir qilish munosabati bilan ushbu mavzuni yoritib berishimiz lozim bo'ladi. Bu ham Allohning dinining belgilaridandir. Ma'lumki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilgan kunlari xotirasini nishonlash to'g'risidagi gap so'zlar tag-tagigacha tekshirib o'rganilgan. Bu haqida qanchadan qancha ma'lumotlar yozilgan, qanchadan qancha suhbatlar qilingan. Bu haqidagi ishlar o'z yechimini topib nihoyasiga yetib bo'lgan. Endi biz o'z nafsiy mutaassibligi bilan qat'iy turib olganlarning har xil gap so'zlariga quloq solmaymiz. Ular bu muammoni zehnida shubha tug'ilganligidan gapirmaydilar. Bu ularning shaxsiy mutaassibligi tufayli kelib chiqadi va ular odamlarni o'zlariga ergashtirishga harakat qiladilar. Men o'zimcha o'ylaymanki, agar Mustafa sallallohu alayhi va sallam bizning oramizga qayta tirilib kelib, bizlarni o'zlarining tug'ilgan kunlarini nishonlashga chaqirsalar, ular u zot sallallohu alayhi va sallamni ham ayblaydilar.